18 taram qo'shinda har bir taram bekininki necha yuz mingdan qo'shini nurg'un sarkarlar bor turib shu Dongjuani nima ish mag'lub qilolmaydi, podshoni nima ish qilolmaydi. Buning zot qanday sabab bor? Agar siz bundan qiziqsangiz, yurak berib saqlayotgandan keyin filmning oxirini ko'ring. Uch parchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. 18 taram qo'shini yig'ilib nurg'unlagan lashkarlar birga kelgan bo'lsa-mu, Dongjuani mag'lub qilolmaydi. Endi buningdagi birdan-bir sabab nima degan vaqtda bularning niyati to'g'ri emas deyishga bo'ladi. Chunki shu 18 taram qo'shinning ichida haqiqiy niyati to'g'ri, cho'ng ishlarni qilish uchun kelgan. Eng muhimi padishoni, ya'ni xan xonadonligini qutqizishga kelganlar desak, faqat Savsov bilan Liu Bei ikkisilar shu niyat kelgan deyishga bo'ladi. Chunki Savsov allburun ishni boshlab bo'ldi. Dongjuani qasildi. Ham nurg'un lashkar yig'ib bu ishga otlanib bo'ldi. Liu Bei bo'lsa o'zininki oymoqdagi, ya'ni nahiya oymoqdagi xizmatini tashlab o'tib 18 taramga qo'shildi. Demak, bular ikkisininki boshdagi niyati dal xan xonadonligini qutqizish. Ammo qolgan 16 taram qo'shindagi sarkarlarniki, ya'ni baglarniki hech qaysiniki niyati podshoni qutqizish emas. Balki shu urush orqali bir manfaatga erishish, ya'ni to'polondan tug'ash o'g'irlash. Nima ish bunda deymiz? Masalan, Xuashong jang e'lon qilib kelgan vaqtda tuzuk bir songun oldiga chiqib, uningga jang e'lon qilinmaydi. Guanyu chiqmaguncha hech qanday songun chiqmaydi. Amaliyotda songun yo'qmi? Unday emas. Yuanshuning qo'l ostida qaraydigan bo'lsak, Yanliang Wenchu bor. Yuanshuning qo'l ostida qaraydigan bo'lsak, Li Zhi bor. Bu keyingi vaqtda Guanyu bilan 30 marta erisha oladi. Ham yig'ish chimlish ayrilmaydi. Gongsunzanning qo'li qaraydigan bo'lsak, Zhou Yun bor. Ma Tengning qo'l ostida Ma Chao bilan Ma Dai bor. Demak, bu ishlarning hammasi biz biladigan nihoyatda yomon sarkarli polvonlar. Ammo bu taram bagdiklari hech qaysi bu polvonlarni oldiga chiqarmaydi. Demak, mo'shnonlar biz ularningki to'g'ri niyat ekanligiga, urush qilg'il emas, amaliyotda urush to'polonidan foyda olib kelganligini bila olamiz. Demak, ularningki niyati birdek bo'lmaganligi uchun oxirida qumdak chechilib ketgan. Shunga siz mayli igilik tikilgan bo'ling, mayli boshqalar bilan hamkorlashib, bir ishni vujudga chiqarmoqchi bo'ling. Eng muhim qaraydigan narsa nima degan vaqtda, hammalarningki orzusi zodi birga keldimi yo'q. Niyati zodi birga keldimi yo'q. Agar orzu, niyat, muddao birga kelmagan bo'lsa, har qancha iqtidorli odam bo'lsa-mu, bular bir ishni vujudga chiqarolmaydi. Agar bu gaplarim qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga alt tarafdan qoldirib qo'ying. Texnik ko'p igilik tiklash, jahondorchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.